Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda Netcode challengeimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu challengeimizni oldinroq boshlamoqchi edik, faqat o'rtada video ola olmadim, shuni hisobiga sal kechikdi. Bugunga nasib qilgan ekan. Bo'lmasam boshladik. Bu meni demak shaxsiy veb-saytimga kirib olganingizdan keyin Netcode qismi bor. Shu yerda men muammolarni, o'sha Netcode masalalarini hammasini yozib to'ldirib chiqqanman. Ya'ni nimalarni ko'rish kerak, ya'ni yechilishi kerak bo'lgan masalalar bular mavzulashtirilgan hammasi. Buni o'sha aytganimdek Netcode demak bu bir loyiha bu ham. O'sha Netcode platformasida bilsanglar, adashmasam 250 ta masala juda ham mashhur. netcode.io deb qidirsangiz chiqadi. U yerda ham mana shunaqa masalalarni tartiblangan. Misol uchun osonlari, o'rta, qiyin va hokazo bo'lib. Xo'p, biz buni qanaqa boshlaymiz? Misol uchun bu yerda men imkoniyatlarni qo'shganman. Misol uchun statusini ko'rsak, bu yerda status o'zimiz belgilab olaveramiz. Ya'ni masalalarni ichganimizdan keyin mana bunaqa qilib, keyin buni yangilasangiz ham, keyinchalik o'sha veb-saytga kirsangiz ham bu yerda turadi. Bu nimaga? Bu shunchaki o'zimizni muammolarimizni track qilishimiz uchun yordam beradi. Bu yerda endi Netcode o'zini demak masalasiga o'tib yuboradigan joyi bor. Xo'p, ya'ni har bitta masalani iloji boricha qo'yib chiqishga harakat qilaman, havolalarini, linkini. Va bu yerda start qilib o'zingiz start qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari yechimini mana solution degan joyda mana bu yerda biz yechimini chiroyli qilib berib ketamiz, xudo xolasa. Ya'ni bu yerda o'zbekcha dokumentatsiya bo'ladi. Misol uchun har bitta masala ham maqola sifatida tushuntiriladi, ham mana bu YouTube kanalimda demak video joylab boraman. Qanaqadir playlist ochib, shuni ichida playlistda hamma videolarimni joylab borishga harakat qilaman. Masalalar yechimi albatta har bittasi. Endi bu yog'iga live qilmasdan, jonli efir qilmasdan video joylamoqchiman, chunki live'da o'zi ko'proq vaqt ketib qolgan hisobiga mana shunaqa video qilishga, ya'ni oldindan tayyorlangan videolarni joylab borishga qaror qildim. Xo'p, mana shunaqa demak har bitta mavzu uchun masalalar mana shu tartibda joylab boriladi va endi keling shuni qanaqa qilib masalalar yechamiz shu haqida gaplashaylik. Misol uchun o'zi har bitta mavzuni men iloji boricha masalalarni optimal yechimini videoda tushuntiraman. Misol uchun aytaylikki, content duplicites'ni hashmap orqali yechdim, misol uchun, to'g'rimi? Valid anagramni ham hashmap orqali va string demak data turi orqali ishladim. Ya'ni hashmap bu o'sha hash funksiyalari bilan ishlab ko'rdim, misol uchun. Bu optimal variant yokida buni misol uchun bitta masalani 3-4 xillab yechimlari bor-da. Undan ham ko'pdir balkim. Ya'ni albatta eng kerakligini, eng tushunarli bo'lgan yechimlarni qo'yaman va qolganini, ya'ni optimal yechimni esa mana bu maqolada hamma yechimlar tasvirlanadi va tepada optimal yechimni ham qo'yib boraman. Optimal yechim bitta joyda turadi. Bu endi prosta simple, hozircha shunchaki simple. Buni hali to'ldiraman men, ya'ni yechgan masalalarimni har bittasini joylab Telegram kanalga ham ma'lumot berib boraman. Xo'p, endi keling qanaqa yondashiladi bu masalaga. Masalalarni yechishda o'zi Netcode'da o'zi ham tavsiya bergan, buni avtori misol uchun nima degan, ular aytganki, har bitta mavzuni yaxshi o'zlashtirish uchun mavzuni kerakli resurslardan o'rganish sizdan talab qilinadi. Bu yerda men faqat masalalarni yechishni, qanaqa yondashuvlarni va qanaqa patternlar, misol uchun turli xil algoritm turlari borki, muammoni hal qilishda mashhur patternlarni ko'rsatib o'taman. Va sizdan talab qilinadigan narsa har bitta mavzusini faqat birinchi osonlarini ko'rib chiqamiz va buni men o'zim joylab ham boraman. Osonlar, mana easy'larni ko'rib, sekin-sekin hamma mavzularni o'zlashtirib olaveramiz. Misol uchun mana string 2 pointers'da easy'lari bor. Linked listda ham osonlari bor. Misol osondan boshlab o'rta, qiyin va hokazo. Birinchi osonlarni yaxshi ko'rib olib, bir sira
tugata olamiz. Endi men shunaqa niyat qilyapman. Bir sirni tugata olamiz mana shu mavzularni. Misol uchun bir xillarda oson bo'lmasligi mumkin. Oson masala kam bo'lishi mumkin. Misol uchun qarang, hali bular endi qo'shilmagan. Misol uchun bu yerda 3D ko'p ekan. Lekin misol uchun kuylarda kam, misol uchun, to'g'rimi? Lekin men nima qilmoqchiman? Har bitta masalani osonlaridan boshlaymiz va unga nisbatan qo'shimcha har bitta mavzu uchun o'zim bir masala tanlab olib, uni noldan tushuntirishim ham mumkin bo'ladi. Ya'ni uni qanaqa, ya'ni misol data strukturani qanaqa qurish mumkin, qanaqa masalalarga yondashish mumkin. Mana shunaqa, ya'ni faqat masalalar yechimi emas videolarda. Ya'ni playlistni alohida qo'yib qo'yaman hali bu yerda ham. O'sha playlistda bu yerda kiritilmagan videolar bo'lishi mumkin. Ya'ni uni ham ko'rib olsangiz, qancha foydasi bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunaqa niyat qilib turibman. Va shu asosan bu endi buni nimaga trackni ochdim? Sababi misol uchun challenge davomida mana shunaqa chekit qilib borishimiz mumkin-da. Ya'ni o'zimizga eslatma sifatida bunaqa men masalan ishladim, bu masalani tushundim deb to'g'ri, ya'ni mana ochib ko'rganda mana hamma usullarni o'rgandim, juda ham zo'r. JavaScriptda, Pythonda hammasi zo'r. Chunki ikkita tilda yozamiz dedik, JavaScript va Pythonda har bittasini yozib boraman. Xo'p, va yana nima desak, yana nima qoldi? Misol uchun bu yerda endi yulduzcha, ya'ni star qilib favorite'laringizni qo'shib borsangiz bo'ladi uni. Bu yerda endi ro'yxatdan o'tish mumkin. Misol uchun men oldin ro'yxatdan o'tganmanmi, bilmadim, lekin ko'raylik. Mana oldindan ro'yxatdan o'tgan ekanman. Mana qarasanglar, men bu yerda misol uchun buni bossam, bu o'zi starga saqlanadi. Misol uchun profilimga o'tsam, mana nima favorite masalalarim yana ustiga bosib ko'rishim mumkin qaysi masala ekanligini, mana shunaqa. Va bu ham endi kerak bo'ladi ba'zi holatlarda, lekin asosan mana bu status bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Favorite bo'lmasa ham status bilan ishlasangiz bo'ladi. Brauzeringizni yana ochib qarasangiz, bu yerda saqlanib qolgan bo'ladi. Demak, men bu masalani yechgan ekanman. Keyingi masalaga o'tib ketsam bo'lar ekan deb o'zimga bir track qilib olsanglar bo'ladi o'zingiz uchun. Mana shu tartibda bo'lib ketaveradi. Demak, birinchi biz nima dedik? Masalalarda mavzulashtirilgan bo'yicha mavzulashtirilgan holatda ishlaymiz va dastlab osonlardan boshlaymiz va biz yechadigan masalalarni hammasini JavaScript va Python dasturlash tillarida, ikkita dasturlash tillarida yozib boramiz. Va har bitta mavzuni uchun albatta patternlarni o'rganamiz, algoritm turlari va u bo'yicha men resurslar ham beraman, xudo xolasa. Ya'ni qanaqa qilib mana shunaqa basiclarni, ya'ni data strukturani basicini, asoslarini kerakli resurslardan o'rganishni beraman. Uni o'zingiz o'rganib, faqat masala yechish uchun mana bu platformadan foydalansangiz bo'ladi va YouTube videolari va bu yerdagi o'zbekcha maqollardan foydalansanglar bo'ladi. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. YouTube kanalimizga demak obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu yerda men hali playlist ochib qo'shib boraman hamma mavzularda va hokazo mavzular to'ldirib boraman va bu platformadan doimiy foydalanib borsanglar, o'zingizlarga bir nima desa bo'ladi, consistency'ni saqlab borgan bo'lasizlar. Chunki bu platforma doimiy o'zgarib boradi. Mana shu Netcast session ayniqsa. Ya'ni bu yerga masalalar qo'shib boraman, men videolar qo'shib boraman va hokazo davomiylik bo'lib ketaveradi. Rahmat hammanglarga. Keyingi videoda ko'rishguncha.